Eshik ichkariga ochiladi, bunisi tashqariga ochiladigan bo'lyapti. 4 ta eshik bor shunaqa. Bu eshiklarni hech qaysiga tambur qo'yilmaydi. Bugun kraskani boshlashimiz kerak edi, lekin eshigiga tambur qo'yilmaydi. Mana shu joyini shpaklovka bilan suvab, shkulka qilib, gruntовка urishimiz kerak keyin. Mana shu obyektimizda nimagadir mana shunaqa holat ko'p bo'lyapti. Yo material kimyo qiladi, masalan, 1 oy oldin biz emulsiya urishimiz kerak edi, lekin 1 oydan beri emulsiyani tutdik va boshqa ustalar ham kelib qoldi. Emulsiya uramiz deganimizda ularni ham ishi bo'lishini kutdik. Qanaqa usta masalan, mana shu kafelni, zinani kafelni kelgan paytimiz aytganmiz sizlarga deb, lekin o'tgan oy keldi. Undan oldingi oy noyabrda. Keyin 1 oyga qolib ketdi ishimiz. Shu devorlar shkulka qilinib, gruntовка qilinganiga 1 oy bo'lib qoldi. Upakovkalar qilingan tayyor. Va eng yana qiziqarli tomoni shkulka gruntовкаlar bo'lib, emulsiyani ertaga boshlaymiz deganda tiyaga boshlandi. Hamma joyda devorga tiyaga boshlandi. Bu ishlar o'zi qachon bo'lish kerak aslida? Kraskadan oldinmi, keyinmi yoki shpaklovkadan oldinmi? Shunaqa narsalarga yaxshilab e'tibor qaratingizlar, hurmatli mijozlar. Ertaga ustani ham, o'zinglarni ham vaqtinglarni olib qolmanglar.